AMH 05. AMH 0,55. Bemorimizga motivatsiya shunaqa bo'ldiki, kasalimiz 15 kilodan 20 kilogacha vazn tashladi. Birinchi pozitiv kelgan bemorimizni dosyasi juda ham qalin, chunki bu bemor bilan juda ham ko'p ishlaganmiz. Birinchi induksion siklusida, stimulyatsiyasida biz juda ham yomon natija oldik. Ootsitlari juda ham yomon chiqdi. M2 ootsitlari kam edi hamda urug'lanish jarayoni kuzatilmadi. Ikkinchi stimulyatsiyaga tayyorlashdan oldin bemorimizni vazni bilan kurashdik. 15 kilo ozdilar, yoshardilar, o'zlari ham motivatsiya bo'ldi. Hamda xo'jayinlarida muzlatilgan tezi spermatozoidlar bor edi. Shuning uchun sal bizning ishlamimiz qiyinroq kechdi. AMH 05. AMH 0,55. Bemorimizga motivatsiya shunaqa bo'ldiki, kasalimiz 15 kilodan 20 kilogacha vazn tashladilar. Ikkinchi stimulyatsiyaga kelganlarida biz juda ham chiroyli natija oldik. Ikkita 3 kunlik embrionni muzlatib qo'ygan edik. Figen xo'jam ikkita 3 kunlik embrionni eritib 5 kungacha inkubatorda saqlab 5 kunlik embrion bersak yaxshiroq natija olamiz degandilar. Mana hesabımızı böyle yaptık. to'g'ri. Transfer yaptık. Tashakkurlar xo'jam.